Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa əfəndiminin Hindistan nəşriyyat tərəfindən nəşr qılınğan Xitayning Erkinlik Tozğu namlıq əsəri 3 avqust gündən etibarən Amazon tərəfindən rəsmi satışqa çıxarıldı. İngiliz tilida nəşr qilingan mazkur kitobda Dolqun İsa əfəndim özünün chet eldə beshidan o'tkazgan kechirmishlarga birlashtirgan holda kommunist Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon o'zining va boshqa Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining chet ellarda elib berayotgan erkinlik kurashlarini to'sib qilish uchun qo'llanib kelgan turli hujum, besim, töhmət və təhdidləri haqqında təfsili məlumat veriş bilan birgə Xitayning xalqaralıq orqanlarındakı təsirindən faydalanıb chet ellərdəki Uyğur fəaliyyətlərinə izchil ziyankeşlik qılıb gəlgənligini təkidləb ötdü və bununğa misal sübutida Xitayning 1997-yili quruq böhtanlar bilan xalqaro saqchi təşkilatı Interpol orqali o'zining ustidan qizil ranglik tutish buyrug'i chiqarg'izganligini, shundan keyin o'zining erkin sayohat jihati ig'ir cheklimga uchrab, ba'zi davlatlarda behuda tutqun qilinib so'roq uchirganligini, hatto Janubiy Koreya qatorliq ba'zi davlatlarni ziyorat qilganda jiddiy holda Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelib, Germaniya va Amerika qatorliq davlatlarning diplomatik tirishchanliklari bilan bu xavfdan qutuldirilganligini. Gerçi xalqaro saqchi tashkiloti Interpol 2018-yili o'zining ustidan chiqargan yuqori qizil ranglik tutish buyrug'ini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hokimiyatining o'ziga qartib kelgan turli hujum, töhmət va to'salg'ularni to'xtatmaganligini, o'zining BDT yig'inlariga va boshqa xalqaroliq munbarlarga qatnashishini izchil turda to'sishga urinib kelganligini amaliy misollar bilan tafsili bayon qilib o'tdi. Dolqun İsa əfəndim kitobida yana Dünya Uyğur Qurultayının qurilish maqsadi, kelgusi g'oyasi va qurultayning xalqaro siyosiy sahnalarda elib berayotgan faoliyatlar və Xitayning qurultayga qartib kelgan turli hujumlari haqida təfsili to'xtalib o'tdi. Xitayning Erkinlik Tozğu namlıq kitobning avtori Dolqun İsa əfəndimning istansimizga bildirishicha, Hindistondagi ma'lum bir nashriyat organining talabi bilan mazkur kitobni yezib chiqish uchun 2 yildan ko'proq vaqt sarf qilgan. İngliz tilida nashr qilingan 292 betlik mazkur kitob oldimizgi kunlarda boshqa tillarga tarjima qilindi. Xitoy hukumatining Amerika Avam Palata raisi Nancy Pelosi va uning oilasiga o'chilish xarakterlik embargo qo'ydiganligini jakarlash Amerikadagi har qaysi sohaning va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli g'azabini qo'zg'adi. Nancy Pelosi xonim bu qatim Tayvanni ziyorat qilgandan keyin Xitoy hukumati uningdan o'chilish harakatlarini boshlagan va butun Xitoy miqyosida Nancy Pelosiga qarshi kurash qilish to'lqini qo'zg'agan edi. Amerika radio shirkatining NBC to'rining xabar qilishicha, 5 avgust kuni Xitoy hukumati Amerika Avam Palata raisi Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilganidan o'ch ilish uchun Amerika bilan bo'lgan harbiy munosabatini, klimat o'zgarish suhbatini, qonunsiz ko'chmanlar va xalqaro jinoyatchilarni o'tkazib berish hamkorligini to'xtatganligini, shundaqla Nancy Pelosi va uning oilasiga embargo qo'ydiganligini bildirgan. Nancy Pelosi Tayvanni ziyorat qilgandan keyin Xitoy armiyasi kurashchi aeroplan va paraxotlarni Tayvan oraliga yaqinlashtirib, kuch ko'rsatish manevri elib borgan hamda yangi bir tadbir qo'llanganligini e'lon qilgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken buni ayblab, Xitoy hukumati Nancy Pelosining ziyoratini bahona qilib, Tayvan bo'g'zi va uning atrofidagi rayonlarda ig'vogarchilik qilyotidi degan. Xitoy yana diplomatiya sohasida Tayvanga besim qilayotgan bo'lib, Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonimning Tayvan ziyorati munosabati bilan taratqularning ziyoratini qabul qilgan. Xitoyning Fransiyada turishliq bosh elchisi Lu Shayi bu ziyoratni natijasiz ig'vogarchilik degan. U yana Tayvanni birlikka keltirgandan keyin Tayvanliklarni qayta tarbiyalaymiz deyish orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan jazo lagerlari tuzilmasini Tayvanga, shundaqla chet ellarga eksport qilganligidan bishoratlar bergan. Xitoy bosh elchisining bu so'zi g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini tortgan. Lu Shayi Fransiyaning BFM televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda mundaq degan. 10 yil ilgari, 20 yillar ilgari Tayvanliklar birlikni qo'llaydi. Tayvan Demokratik taraqqiyot partiyasining asabiy tashviqotlarining natijasida Tayvanning mustaqilligini qo'llaydiganlarning nisbati o'rlab ketdi. Birlikka keltirgandan keyin biz qayta tarbiyalash ilib boramiz. Ishonimizki, Tayvanliklar shu chog'da birlikni yana qo'llaydi. Mutaxassislar buningga binoan Xitoyning Sharq Turkistonda yo'lga qo'ygan qayta tarbiyalash nomidagi jazo lagerlari tuzilmasini avval Hong Kongga o'tkazib, orqadan Tayvanda ijro qilmoqchi bo'layotganligini, agar dunyo ellari Xitoy mustabid hokimiyatiga unumli taqobil turmaganda, Xitoyning bu tuzilmani butun dunyoga eksport qilganligini ilgari surishgan.
Xitoy matbuotlarida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatı Aljeriya, Saudiya Arabiston, Iroq, Pokiston qatorliq 30 davlatning Xitoyda turishliq diplomatlarini 1 avgustdan 5 avgustgacha Sharq Turkistonning Urumchi shahri, Qashqar va Oqsuv viloyatlarini ziyorat qildirgan. Atalmış Abnum rayonluq partkomning sekretari Mashinroy 4 avgust Urumchida yuqorqi 30 islom ellarining elchilari bilan ko'rishib qilgan so'zida, hukumatimiz diniy e'tiqod erkinligiga kapolat qilib, kishilik huquqni ko'p taraflamalab yuqori ko'tarishga tirishadi. Hozir Şinjan'da cemiyet muqim, xalq güllab yashnashdek nihoyat yaxshi vaziyat mavjud deb bildirilgan. İslam ellarining diplomatlari bu qatimqi ziyorat jarayonida yana Qashqar, Oqsuv va Urumchidagi bir qism jamoalarni va Şinjan Islom institutini ziyorat qilgan. Xitoy matbuotlarida ko'rsatilishicha, Sharq Turkistonni ziyorat qilgan yuqorqi islom ellarining diplomatlari Xitoy markaziy hukumatining atalmış Şinjan siyosatiga yuqori baho berib medialar o'qiganmish. Yuqorqi 30 davlatning diplomatlarining ichida Turkiy davlatlaridan faqatla Turkmanistonning elchilari bor bo'lib, Falastinlik diplomatlarning bu öməkdən o'rin ilishi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bir qism islom ellarini va xalqaro islom hamkorlik tashkilotini Uyg'ur irqi qirg'inchiligini ko'rmasga silib sukut qilib turilish, hatto Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan jinoiy qilmishlarga chapon yepish bilan ayblab kelmoqda. Bu munosabat bilan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining va Sharq Turkiston o'limalar birligining muavin raisi diniy o'lima Turg'unjon Alovuddin apandim o'zining bu vaqtdagi qarashlarini ifoda qilib mundaq dedi. Birkaç gündür bu yan Xitoy hakimiyeti bazı İslam devletlerinin elçilerini bazı devlet rehberlerini çağırıp bizning vatanga apırıp mescitlerini yani takap koygan mescitlerini ziyaret kıldırıp ve bazı dini rehberler dep atıp algan özünün yalakçı birkaç kişilerini gösterip şular bilan görüş arkalık mescitte anca şekil vazlı kılıp namaz okutuş arkalık bu İslam devletlerinin elçileriga xuddi bizning vatanimizda dini erkinlik yol qo'yilgandek dini e'tiqod erkinligi bordek ko'rsatib yana Xitoy o'zining burunqi o'xshashlam o'zining hiyla-mekr, hiyla-nayranglik siyosatlarini o'ynashga boshladi. Ama dünya halkı, dünya Müslümanları Xitoyning bu Uyghur Müslümanlarga elip berayotgan bu irqiy qirg'inchilikni bilib oldi. Hozir bir qancha diktator ve qalaq İslam devletlerinin elçileri berip ko'rgan bo'lsa-mu, ama haqiqiy İslam devletleri yani çoğun İslam devletleri yani terakki kılgan İslam devletlerinin hiç kandak elçileri ve rehberleri bağmagan. Yani bu demek ki Xitoy hakimiyetinin bu elip berayotgan irqiy qirg'inchilik siyasetini bundan keyin yushiranmaydiganligini isbotlab berdi. Bütün dünya bilip gitti ve Müslüman qarindoshlarimiz-mu Xitoyning bu irqiy qirg'inchilik siyasetini asla düşünüp yetyapti. Yakında Türkiye'de Ölümalar Birliği'nin yetekçiligi bilan İslam devletleri vekiller yig'ini açıldı. Bu yig'inda İslam devletlerinden kelgan vekiller Xitoyning bu vatanimizda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga qattiq norozilik bildirdi ve to'xtatishning chora tadbirlarini izlashga va'da berdi. Demek ki İslam dünyası asta uyg'onyapti. Xitoy hakimiyetining bu sahtipaz siyasetini dünya hiç kaçan bu Xitoyning bu sahtipazlikga ishinib qolmaydi ve Xitoy hakimiyetining bu irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun dünya xalqi, dünya jamoatchiligi uyg'ondi. Hozir nayt qattiq Xitoyga bo'lgan besim kuchayyapti. Shuning uchun bu Xitoy nima qilishni bilolmay şu bazı bir diktatör kambag'al İslam devletlerinin bir kısım elçilerini apırıp ularga xuddi irqiy qirg'inchilik yo'qdek, diniy erkinlik bordek ko'rsatib dunyoni aldamoqchi, ama Xitoyning bu aldamchilik siyosati amalga oshmaydi. Uzundan buyan kişilerde Rossiya bilan Xitoy kuchlanib ketdi, Amerika ularning har ikkisiga taqobil turib bo'lolmaydi deydigan qarash hukm surib kelayotgan edi.
4 avgust kuni Washington Postasi gazetida e'lon qilingan bir maqolada yuqorqi qarashning xato ekanligi o'ttirib qo'yilgan. Maqolada mundaq deyilgan: Bu hafta Amerika hech qanday jang qo'zg'amayla Xitoy bilan Rossiyaga tangla taqobil tura oladiganligini, balki har qanday jangda g'olib keladiganligini ko'rsatdi. Natijada Amerika mo Rossiyani qo'yib Xitoyga qarshi turish kerak deydigan jumhuriyatchilar bilan Xitoyni qo'yib Rossiyaga qarshi turish kerak deydigan demokratchilarning talishadigan yeri qolmadi. Chunki har ikkisiga qarshi turyapmiz. Amerika Cumhuriyetçiler Partiyasidan bo'lgan Kengash palata a'zosi Ted Cruz NATOni kengaytirish to'g'riliq ovoz berish oldida mundaq degan: Biz dunyoning boshqa joylaridan chekinish orqali Xitoyga zarb bermaymiz. Balki ularga ittifoqdoshlarimiz bilan birlashib zarba beramiz. Maqolada aytilishicha, Amerika Rossiyaning tajovuzchiligi bilan Xitoyning tajovuzchiligi o'rtasida birini tanlash kerak degan fikr qarmoqqa to'g'rida ko'rinsimi, amaliyotda Amerika hozir Rossiya bilan Xitoydagi ikki mustabid davlatning o'zaro birlashishidek vaziyatga duch kelgan bo'lib, kelgusidagi kurash Amerika boshchiligidagi g'arb ellari bilan Rossiya Xitoy ittifoqi, demokratiya bilan mustabidlik, haqqoniyat bilan zulm o'rtasidagi kurash bo'ladi ekan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Tor televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.